to'ydaligim sharofati bilan uylar tozalaydi dedimda musorlar olib chiqib betda qarasam ko'chani bir to'da mol podasi o'tib ketgan bilmadim, kaka qilib ketishgan. Uni egasini topib egasiga so'kishdi ham, egasi bilan urishdi ham foydasi yo'q, chunki u mol kaka qilgan, egasi emas. Yana orada itlarni ham kakasi turibdi, bilmadim. Farqiga borganimga ham o'zimga hayron qoldim borib. Bir amallab qayt qilgim kelib, o'qchib tozaladimda, u kakalar ko'mib tashladimda, qarasam atrofda paketlar bor ekan, paketlar tozalab chiqib tezda shipirishni boshladim. Suv sepmadim, чтобы anu kakani yangi qilgani uchun haligini lapatada olib tashlasam ham tagida qoldi. Shu qum borib ustiga yopilib, keyin ustidan shipirilsa sal bo'lsa ham yo'qoladi dedimda, tozalashni boshladim-ku, mamta bitta hol o'tib ketibdi. Mayli, nima qilmaydi. Qanchadan beri shu ko'chani shipiraman deb yuruvdim, lekin qunt qilib shipirmayotgandim, vaqt topmayotgandim. Vaqtim bo'lsa ham yotib Instagram ko'rib yotgandim. Shu mollarga rahmat, yaxshi ham kaka qilib ketibdi. Bahonada shipirilib qoldi. Bo'lmasam qachon shipirilardi deb qolsam. Balkim gapim rost, balkim yolg'ondir, bilmadim-ku-ya, lekin shu kaka bahonasida ko'chalarimiz top-toza bo'lib qoldi. Katta joy shipirib bo'lgandan keyin shunday eshik tagini shipillatib огородga shipirib tashladim, chunki qumida baribir musor yo'qligi uchun mana bu огородda loylarga aralashib ketadi dedim. Nima qilmaydi. Voyla, o'zinglar ko'rishinglar mumkin. Baribir dog'lari qoldi. Mamta bo'lsa qo'shnimiz qolgan kakalarni tozalab chiqdi. Xullas ko'cha toza bo'ldi. Paka.